Dilshod aka, monolog. Dilshod aka. Fil bilan pashsha masali. Ivan Andreyevich Krylov. Sulton suyagini xo'rlatib qo'ymas. Chekkaga orqadagilar ko'rmas. Chon daraxting bo'lsa yetkay soyasi, biror qarindoshing katta bo'lsa bas, ish qilib bir kun tekkay foydasi. deya o'zlariga izlashib turgan ba'zi akamlarning jonlari halak. Bir kuni qo'rada jonivorlar aro ana shu mavzuda gap yurib qoldi. Kimda namdarroq bor shu aqrabo? Mosh mushuk birinchi bo'lib so'z oldi. Bizning urug'dan o'rmonning shahri. Voy oxir yo'lbarsbekni hamma taniydi. Qalaysan deb so'raydi gohi. Yo, qo'rangi podshoh qilaymi deydi. Bop. Bizning qarindosh hammadan zo'roq, o'rmonning zo'ri. Masal deb qoldi kuchukvoy aktrisa. Nomlari bo'ri. Yonimga kel. Mehmon bo'l deydi. Do'stiya juda mo'l qo'l deydi. Qaranga deb qoldi tovuq. Burgut bilan biz ham yaqinmiz juda. Katta ammamizga bo'ladi quda. Shu faqat o'rtamda Bordi keldi. Nega? O'tir, masala aytyapti, vazir aytyapti. So'zga aralashdi. U shosha-pisha. Bizning qarindosh hammadan zo'rroq. Bop, o'zi kim ekan? Aytib qol mundoq. Kim ekan? Ha, kim bo'lar edi? Fil. Ula, uyatsiz, sal andisha qil. Fil senga qarindosh, qanaqasiga? Pashsha der kerilib. Shunaqasiga. Qarindosh bo'lganimiz uchun ham o'xshaymiz shuncha. Unda xaltum bo'lsa, menda xaltumcha. Молодец. Bitta o'ynab berash, keyin ket. Shu kunga ketadi juda kam summa. Talaba